Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi zinamizni ham tayyor qilib bo'ldik. Zagotovkalarni o'tib quyishni boshladi, xudo xolasa mana. Hozir 1 soatlarda boshlaymiz. Podushkalari qo'yadigan joyi bor edi, qo'ydi shogird mana. Shu yerda. Armaturalarimiz 12 talik bo'lni. Men bog'lab chiqilgan hammasini shu yerda. Bu joyiga ikkita sal aylangan qilib berganmiz aylana. Juda ham qiyshiq joyga joylashgan zina bu. 90 umuman yo'q. Bu yoqqa qarab ketgan, bu yoqqa qarab ketgan, juda qiyshiq 90 yo'q joy. Shu yerda. Qo'lni devorlarga teshib tiqilgan hammasini. Kichkinagina bu yoq tomoni 1 metr kenglikda, bu yoq tomoni esa 1.10. Ustidan 10 santimetrga tushirib chiqiladi. Monolit bo'ladi bu yerda. Usti qismida armaturalarni chiqarib qo'yilgan. Shu yerda mana tepadan ko'rinishini ko'rsataman. Shu yerda xudo xolasa mana ustdagilar armatura chiqarib ketishibdi. Shunga bog'lab yubordik qo'shib. Armaturalarimizni apalivkadan tepaga ko'tarib qo'yganmiz mana. Apalivkaga tegib qolmagan mana. Bemalol beton tushadi. Mana. Shu yerda mana hozir quyishni boshlaymiz. Shu yerda. Hoppa. Hop mana. Oyoq qo'yadiganimiz 28 ga, balandligi 15 dan tushgan. Balandligimiz общий 3.25. Mana shu yerda. Ko'rib baho berasizlar. Shogird Dovudxon. Hozir quyib tashlaymiz deb turibdi. Bir pasta chasratib mana. Ish sifatini ko'rib qo'yaverasizlar. Quyib olgandan keyin ham bir video qilamiz hali. Bir ko'rinishini. Shu yerda. Mana zinamizni ham quyib tugatdi. Mana ideal qilib sifatli cho'tkilab quyib qo'ydi mana. Xudo xolasa. Chotki mana. Tagidan hammom qilib foydalanar ekanlar-ku. O'shanga tagini balandroq qilib berdi u yerdan. Ikkita stupenka bilan tushiladi pastga. Bemalol foydalansa bo'ladi tagidan ham. Mana. Shu yerda. Kimga shunaqa zina xizmatlari kerak bo'lsa, aloqa chiqaringlar, nomerlarimiz bor. Mana. Sifat ko'rib qo'yasizlar.